Bunaqasi hali bo'lmagan. Biz kunda ko'radigan yovvoyi qushning eng qimmati gapiradigan mayna. Afg'on maynasi, xalq tili bilan aytganda olaqanotlar. Ushbu qushlar unchalik nazokatli, nafis yoki go'zal ovozli deb hisoblanmaydi. Ammo ushbu siz ko'rib turgan mayna bundan mutlaqo mustasno. Bu videoni hoziroq Mohinur yoki Muyassar ismli qizlarga yuborib qo'ying. Sababini esa hozir aytaman. Olaqanotlar borasidagi inson fikrini mutlaqo o'zgartirib yuborgan ushbu mayna xuddi sayrga chiqqan Go'dak filmidagi kabi o'z inidan chiqadi va insonlar qo'liga tushadi. Yoshlik chog'idanoq inson mehri bilan katta bo'lgan. Biz gapiradigan to'tlarni eshitganmiz, ammo gapiradigan mayna xuddi afsungarlik yoki shunchaki ko'zboylog'ichlikka o'xshaydi. Lekin bu ayni haqiqat. Ushbu gapiradigan mayna insonda bir vaqtning o'zida ham zavq, ham hayratni uyg'otadi. Ushbu aqlli qushning tilidan eng ko'p chiqadigan so'zlar Mohinur va Muyassar. Mohinur. Ana endi siz bilasiz nima uchun Mohinur va Muyassar ismli qizlarga bu videoni yuborish kerakligini. Bundan tashqari ushbu aqlli qushning tilidan assalomu alaykum, Allohu akbar degan so'zlar ham juda ko'p yangraydi. Tan olaylik, ba'zida biz insonlarning tilidan ham ushbu so'zlar chiqishi biroz qiyin bo'lib qoladi. Bu qush o'z qobiliyati orqali inson va tabiat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni eng go'zal ko'rinishini bizga namoyon qilyapti desak, mubolag'a bo'lmaydi. Va ushbu aqlli qush so'zsiz biz bilgan eng qimmati bo'la oladi va uning narxi naqd $10,000. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu mayna $10,000 arziydimi? Tan olaylik, sizni ham hayratlantirdi. Eng qimmatida doim eng qimmatlari tilga olinadi. Ularni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling.